Tasavvur qiling, siz tekis, ravon, keng, barcha qulayliklarga ega avtomobil yo'lida transport vositangizda harakatlanib kelyapsiz va bu vaqtda avtomobil yo'li o'zidan energiya ishlab chiqaryapti. Bu Solar Road texnologiyasi deyiladi. O'zi Solar Road texnologiyasi nima? U qanday ishlaydi? Uni O'zbekistonda joriy qilish kerakmi? Bugun shu haqida batafsil tanishib chiqamiz. Solar Road bu oddiy qilib aytganda yo'l ustiga o'rnatilgan quyosh panellaridir. Bu quyosh panellari elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Bu elektr esa elektr tarmog'iga yo'naltiriladi yoki avtomobillarni, transportlarni quvvatlashga ishlatiladi. Solar Road texnologiyasining afzalligi ekologik toza energiya ishlab chiqarishda hisoblanadi. Shuningdek, endi yo'llar shunchaki harakatlanish qismi emas, mini elektr stansiyalariga aylanadi. Bu qanday amalga oshiriladi? Transport vositalari harakatlanadigan avtomobil yo'li qoplamasi ustiga yupqa, ingichka va eng muhimi transport vositalari og'irligini ko'taradigan mustahkam quyosh panellari o'rnatiladi. Bu panellar elektr energiyasini, eng muhimi yana bir bor ta'kidlash kerakki, ekologik toza elektr energiyasini ishlab chiqaradi. O'zbekiston ham Solar Road texnologiyasini olib kirishga tayyor. Issiq iqlim, yangi yo'llar va ekologik yechimga bo'lgan ehtiyoj. Bu uchun barcha ehtiyojlar mavjud. Yagona yetishmayotgan narsa esa o'z ustida ishlab zamonaviy texnologiyalarni mamlakatimizga olib kirishga harakat qilayotgan muhandislar kamlik qilyapti xolos. Xulosa qilib aytganda, Solar Road bu kelajak yo'lidir. Yo'l endi faqat harakatlanish vositasi emas, balki mini elektr stansiyalariga aylanishi mumkin. Bu kabi texnologiyalarni mamlakatimizga olib kirish esa biz bo'lajak muhandislarning eng buyuk maqsadidir. Agar video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosishni va do'stingizga yuborib qo'yishni unutmang. Yo'l yo'lakay, keyingi lavhalarda ko'rishguncha